أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 54. Sura Qamar Makkada nazil bo'lgan 55 oyat. Nahayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qiyomat yaqinlashdi, oy yerildi. Quraysh kuffarlari bir mo'jizani ko'rsala iymondan yuz o'rib, bu davomlashquvchi sehrdir deyishdi. Ular payg'ambar alayhissalomni inkor qildi. Nafs xohishlariga agashdi. Yaxshilikdan ya yomonlikdan bo'lsin, har ish shu ishning ahlini jannatga ya do'zaxga o'rlashtiruvchidir. Ularga haqiqatan Qur'on xabarlaridan ibrat ilinadigan miqdorda narsa keldi. Mukammal hikmat keldi. Ularga ogohlantirishning foydasi bo'lmaydi. Ulardan yuz o'rgan, u kunda chaqirg'uvchi, ya'ni Isrofil qiyin ishqa, ya'ni hisobga chaqirdi. Ular qo'rqinchdan tikilib qarayolmagan holda go'yo tarilib ketgan chekatgidek qabrlardan chiqib keladi. Ular chaqirg'uvchining oldiga bo'yinlarini so'zgan holda yuguraydi. Kofirlar bu qiyin kundir deydi. Ulardan burun Nuhning qavmi inkor qildi. Ular bandimizni inkor qilib Majnun dedi. Ular dinga da'vat qilishdan hayva bilan ma'ni qilindi. U Parvardigoriga haqiqatan men bo'zaq qilindim, yordam qilgin deb duo qildi. Osmonning darvozalarini quyilib yoqquvchi yomg'ir bilan ichivatdik. Zimindan buloqlarni etildirib chiqardik. Alloh taqdir qilgan ularni g'arq qilib balaq qilish ishiga binoan yomg'ir suyi bilan buloq suyi bir-biriga qo'shildi. Nuhni taxta va mixlar bilan yasalgan kemaga soldik. Kema bizning himoyamiz ostida mang'atdi. Inkor qilinganni, ya'ni Nuhni mukofotlash uchun Nuhning qavmini g'arq qildik. Uni yana to'pon balasini ibrat qilib qoldirdik. Ibrat og'uchi bormi? Mening azobim va ogohlantirishim qanday ekan? Haqiqatan biz Qur'onni tushunib, vaz nasihat elish uchun oson qildik. Ibrat og'uchi bormi? Ad qavmi payg'ambar Hudni inkor qildi. Mening azobim va ogohlantirishim qanday ekan? Shubhisizki, ularni biz shumliqqa uzilmaydigan shum kunda so'g'uq bo'ron avatib balaq qildik. Bo'ron kishilarni o'rinlaridan yulib ketadi. Go'yo ular qo'mirib etilgan xorma ko'taklardek yotadi. Mening azobim va ogohlantirishim qanday ekan? Biz haqiqatan Qur'onni hifzi uchun oson qildik. Ibrat og'uchi bormi? Samud ogohlantiruvchilarni, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. Ular aytdi: "Oramizdagi bizga o'xshash bir odamga ergashamdik. Unda qilsak o chaqda biz haqiqatan gumrohlikqa va sarangliqqa mubtalo bo'lamiz. Oramizdan uningga vahiy nozil qilindimi? Hargiz undaq emas. O yolg'onchidir, mutakabbirdir." Ular ati, ya'ni oxiratda kimning yolg'onchi, mutakabbir ekanligini biladi. Biz haqiqatan sinash uchun ularga tish to'gini avatimiz. Ey Solih, ularning nima qilarini kutgin. Ularning arziyatlariga sabr qilgin. Suning ular bilan to'gining orasida bo'linganligini, qaysisining navbati kelsa shuning hozir bo'ladiganligini ularga uqtirib qo'ygin. Ular birodarini to'gini o'ltirishga chaqirdi. U qilichini elib to'gini bo'g'izladi. Mening azobim va ogohlantirishim qanday ekan? Shubhisizki, biz ularga qattiq bir ovozni avatib, Alih qilish bilan ularni qo'ton yasug'uchining tashlandiq shaxshumbilardek qilib. Biz haqiqatan Qur'onni tushunib, vaz nasihat elish uchun oson qildik. Ibrat og'uchi bormi? Lotning qavmi ogohlantirishlarga chin bitmadi. Biz haqiqatan ularni tosh yog'dirib halok qildik. Faqat Lotning tavalari buning sirtidadir. Ularni ne'matimiz yuzidan saharda qutuldirdik. Shukr qilguvchini biz mushundoq mukofotlaymiz. Shubhisizki, Lot ularni bizning jazolashimizdan ogohlantirdi. Ular ogohlantirishlardan shaklandi. Ular Lotning mehmonlarini ular bilan livat qilish uchun qo'g'dimaslikni so'radi. Ularning ko'zlarini ko'r qilib etdik. Ularga mening azobimni va ogohlantirishlarimni tetinglar dedik. Haqiqatan ularga aytganda doimi, ya'ni oxiratning azobiga ulinib keladigan azob nozil bo'ldi. Biz haqiqatan Qur'onni tushunib, vaz nasihat elish uchun oson qildik. Ibrat og'uchi bormi? Shak shubhisizki, Fir'avn jamoasiga ogohlantirishlar keldi. Ular bizning butun oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Ularni g'olib
qudratli holatda turib halaq qildik. Ey arab jamoasi, ular yani men halaq qilgan o'tganki ummatlardan sizlarning kuffarlaringlar ortiqmi yoki sizlarga samoviy kitoblarda Allohning azobidan kechirim qilinish bormi yoki ular biz Muhammad ustidan g'olib qavmimiz demdi. Mushriklar to'pi mag'lub qilinadi. Orqaga qarab qochadi. Hargiz undaq emas. Qiyomat ularga azob qilinish va'da qilingan vaqtdir. Qiyomat texmi qiyindir, texmi jafoliqdir. Gunohkorlar haqiqatan dunyoda gumrohlikdadir, oxiratda do'zaxdadir. Ular do'zaxda dum yotqizilib so'riladigan kunda ularga do'zaxning azobini tetinglar deyiladi. Biz haqiqatan hamma narsani o'lchamlik yaratdik. Biror shayni yaratmoqchi bo'lsak, bizning amrimiz faqat bir so'zdir. O ko'zni yumib ochganning orlig'ida o'rinlanadi. Biz haqiqatan o'tganki ummatlarning kufrida sizlarga o'xshash bo'lganlarni halok qildik. İbrat olg'uchi bormi? Ularning qilgan yaxshi va yomon ishlarining hammasi nomi amallarda mavjuddir. Kichik ish, cho'ng ishning hammasi xotirlangandir. Shubhisizki, taqvodorlar jannatlarda bo'ladi, suv, may, asal, sut o'stanlardan bahramon bo'ladi. Ular qudratli Allohning dargohida ko'ngildagidek joyda bo'ladi.